iPhone qatimaydi deysizlar, iPhone ham qatib qoladi. Qaranglar, hozir telefonga iPhoneimiz qotib qolgan. Na razрешит bo'ladi, na razрешит bo'ladi, na telefonni o'chirib bo'ladi, na yoqib bo'ladi. Shu holatda hozir sizlarga qanday qilib chiqarib yuborishni o'rgataman. Birinchi bo'lib qaranglar, teva knopka bitta bosiladi, telefon yoqib olib, teva knopka bir marta bosiladi, pastdagi knopka bir marta bosiladi, keyin o'chirish knopkasi bosib turiladi. Aynan shu bosib turilganda hech nima qilinmasdan, o'zida qo'yib yubormasdan turasiz. 1 2 3. Telefon o'chdi. O'chgandan keyin qaytadan buni yoqamiz. Qaranglar, yoqyapmiz. Telefonimiz yondi. Hozir endi загрузка bo'lishini kutamiz. Bo'ldi. Boshqa hech nima qilinmaydi. Shunaqa foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun bitta like bosib qo'ying va shunaqa iPhone ishlatib, telefonni qotib qoladigan do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'ysangiz foydali bo'lib qoladi. No, parolingiz necha aka? 2001. Salomat bo'ling, egasiga topshirdim mana. Rahmat. Bitta like bosib, shu videoga kommentariyada izoh yozib, bu videoni eng yaqin do'stingiz jo'natib qo'ying. Bir kunga sizda ham shunaqa muammo bo'lib qolsa, yo'qotib qo'ymaysiz. Bitta like sizdan xizmat qilishingizdan.